Hammaga salom o'rtoqlar. Tradingni o'rganishda bugun 6-dars o'rtoqlar. Tradingda daskanalni o'rganishda davom ettiramiz o'rtoqlar. Bugungi mavzuyimiz aksiya to'g'risida. Men uni tushuntirganimcha sizlar kommentariya bildirib ketinglar обязательно menga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Hali sizlarni bundanda qiziqroq videolar kutib turibdi. Aksiya nima o'rtoqlar? Aksiya bu kompaniyaning ma'lum bir qismiga ega bo'lishini ifodalovchi hujjat. Biz aynan o'sha hujjatlarni savdo qilamiz. Kelinglar buni oddiyroq tilda tushuntiraman. Hammalarda uy bor, hammani uyi bor. Uyini, demak, uy ekanligini tasdiqlovchi o'rtoqlar kadastr hujjati bor, to'g'rimi? Ayni shu hujjatda kimning ism familiyasi yozilgan bo'lsa, uyning egasi ayni shu shaxs hisoblanadi. Aksiya ham xuddi shunaqa qog'oz, ya'ni moliyaviy instrument, moliyaviy qog'oz. Ayni shu qog'oz o'rtoqlar bizani kompaniyani qancha qismiga ega ekanligimizni ifodalaydi. Biz shu qog'ozlarni savdo qilamiz. Undan qanaqa daromad qilish mumkin? Buni avval ham tushuntirib o'tganman. Undan biz nafaqat kompaniyani ravnaqi yo'lida topgan daromadimiz, ya'ni kompaniya rivojlanadi, biz aksiyasini arzonroq payt sotib olamiz va kompaniya rivojlanadi, uning qiymati ortadi, uning qiymati ortishidan biz daromad olamiz, yoki kompaniya rivojlangan paytida u qanaqadir mahsulot sotib kompaniyaning o'zi daromad qilsa, o'sha daromaddan ham bizga ulush ajratadi va bu ulushni biz dividend deb ataymiz. Videoni tradingga qiziqib yurgan do'stlarga jo'natib qo'yinglar.